Vodiylik tadbirkor, hunarmand usta akalarimizga ajoyib taklifimiz bor. Bizda elektrodvigatel motorlarimiz bor. Bu motorlarimiz drabilka, beton mishalka va stanoklarni yurgizishda ishlatiladi. Bu motorlarimiz 220 tokda ishlaydi. Motorlarimizni bizda hozirgi kunda 3 xil modeli bo'lib, bas, nitro hamda turbo motorlarimiz bor. Bu motorlarni Xitoydan, zavoddan birinchi qo'l o'zimiz optim olib kelib, donaga ham, optimga ham tarqatamiz. Xo'p, endi bu motorlarimizni birma-bir tanishtirib chiqamiz. Bu motorimiz bas motor bo'ladi. Obmotkasi alyumin. Motorimizni ustida mana voltmetr joylashgan bo'ladi. 220 tokka bemalol ishlaydi. Tokni nechiligini ko'rsatib turadi. Bu yerda himoya datchigi joylashgan bo'ladi. Motor qizib ketsa, tok past bo'lsa, ko'p ishlatilsa, motor o'zini o'zi himoya qilib o'chirib qo'yadi va bu motorni uzoq umr ko'rishiga sabab bo'ladi. Motorimizni birkasiga kelsak, birkasi mana 6 kilovatli bo'ladi. Оборотлari 3000 оборот bo'ladi. Kilosi ham yozilgan, hattoki bu yerda ishlab chiqarilgan yili 2026-yil. Xo'p, bu motorimiz ikkinchisi nitro motorimiz, bu alyuminli varianti bo'ladi. Bunga ham 6 kilovat yozilgan bo'ladi. 3000 оборот. Bu ham 26-yil, mana qaysi oyda chiqqani ham yozilgan. 4-oy, kilolari 21 kilo. Bu motorimizni ham ustida voltmetr joylashgan. Bu yerda ham himoya tugmachasi bor. Bu 3-motorimiz turbo motorimiz bo'ladi. Turbo motorimiz 6 oy kafolatga ega motor bo'ladi. 6 oygacha garantiya beramiz. 6 oy ichida kuyib qolsa, o'rniga yangi motor bera olamiz. Motorimizni birkasiga kelsak, mana 3 kilovat yozilgan. Haqiqiy 3 kilovat beradi bu motorimiz. Оборотлari 3000 оборот bo'ladi. Kilolari mana kilosigacha yozilgan. 21800 kilo tashkil qiladi. Ustida voltmetr joylashgan bo'ladi bu motorimizda ham. Xo'p, oxirgi motorimiz nitro motorimizni mis obmotkali varianti, 1500 оборотli varianti bo'ladi. 5,5 kilovat yozilgan, gabariti 90 gabarit. Оборотлari 1500. Bunda ham mana 26-yil 4-oyda chiqqan, kilosi ham yozilgan. Bunda ham voltmetr bor, himoya datchigi joylashgan bo'ladi. Bu nitro hamda turbo motorlarimizni Qo'qonlik, Chustlik, Marg'ilonlik usta akalarimiz ishlatib ko'rishgan, sinovlardan anchadan beri o'tib kelayotgan motorlarimiz. Bas motorimizga kelsak, bu bas motorimiz yangilik bo'lganligi uchun hali sinovdan o'tkazmadik. Shuning uchun mana drabilkamizni olib chiqib qo'yganmiz. Bu motorimizni hozir drabilkamizga ustanovka qilib, bu yerda mana makkapoyalarimizni ham olib chiqib qo'yganmiz. Ishlash jarayonini ham, qizimasligini, qanday ishlashini, chidamliligini sizlarga birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Motorimizga shkiflarini qoqib tayyorlab oldik. Endi hozir motorimizni drabilkamizga ustanovka qilamiz. Bu drabilkamizga asosan 2 kilovatdan 4 kilovatgacha bo'lgan motorlar tushoradi bemalol. Biz hozir 3 kilovatli alyumin botkadagi motorimizni ustanovka qilyapmiz. Birinchi bo'lib drabilkamizni varankalarini yechib olamiz. Samodelka drabilka yasaydigan akalarimiz ham asosan 3 kilovat, 4 kilovatlilarini drabilkalarga ustanovka qilishadi. Hop. Xo'p, mana hozir motorimizni joyiga vaqtincha ilashtirib oldik. Endi hozir remenlarimizni ilib olamiz. Xo'p, aytib o'tamiz, bizni manzilimizga kelsak, Andijon shahar Jahon bozoriga ketishda yangi yo'lda joylashgan. 9 etajdan mo'ljal, 9 etajda oldidan kirganda yangi yo'lda Humo avtoservisda joylashgan. Donaga ham, optimga ham xarid qilsanglar bo'laveradi, bemalol dastavkalarni ham qilib yetkazib beramiz. Xo'p, akalar, motorimizni ham ustanovka jarayonini tugatib oldik. Endi hozir birgalikda makkapoyamizni chiqarib ko'ramiz. Korslari ham joyida ekan. Bismillah. Voltmetrimizni ko'rsatib qo'yasiz, mana 205 tok ko'rsatyapti. 180 gacha bemalol ishlayveradi. Xo'p, dumbullari bilan nagruzka kelsa mana shunda kelish kerak.
Xo'p, mana motorimizni ishlatib ko'rdik. Hech qanaqa tashavarish, nima bo'lish, qizish degan narsalar kuzatilgani yo'q. Motorimizda hali iliqligi ham paydo bo'lgani yo'q. 2 soat, 2,5 soat ishlatmaguncha motorimiz qizimaydi, xudo xolasa. Tashavermaydi ancha-munchaga. Ko'rganinglardek, mana o'tda ham bemalol katta makka poyani yo'g'on badani bilan, kerak bo'lsa badanida makka dumbuli bilan birga maydalab chiqarib berdi. Xudo xolasa bu motorimiz ham sinovdan o'tdi. Ana akalar, motorlarimizni sinab, tekshirib, drabilkamizga qo'yib ko'rsatib berdik. Xudo xolasa motorlarimizga kafolatlari bor. Agar zavodskoy birak chiqadigan bo'lsa, o'rniga vazbratamiz ham bor. Almashtirib beramiz bemalol. O'zbekiston bo'ylab, respublika bo'ylab dastavkamiz bor, yetkazib beramiz. Pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar, yetkazib beramiz.